Assalomu alaykum. Doktor Umarov kanali podpischilari. Sizlar bilan yana Doktor Umarov. Sizlar bilan hozir oziq-ovqat allergiyasi to'g'risida gaplashamiz. Oziq-ovqat allergiyasi borlar doimiy parhezda yurishi shartmi degan bir savol bo'lishi mumkin. Endi oziq-ovqat allergiyasi deganda shu oziq-ovqatlarga bo'ladigan allergiyani biz sizga tushuncha beraman hozir. Oziq-ovqat deganda biz o'zi aslida nimani tushunamiz? Birinchi, 3 xil oziq-ovqat bor. Yog'lar, uglevodlar, oqsillar. Endi har bittasini o'zini podgruppalari bor. Ya'ni yog'lar bir necha xil monohidratlarga bo'linib ketadi. Uglevodlar monosaxaridlargacha bo'linib ketadi. Oqsillar aminokislotalarga bo'linib ketadi. Endi bular ko'p. Har birta shu birikmalar hosil birikmalaridan turli xil oqsil birikmalari, yog' birikmalari yoki uglevod birikmalari hosil bo'ladi. Undan tashqari yana oziq-ovqatimiz tarkibi vitaminlardan iborat. Endi bular bir necha xil vitaminlar, har bittasini o'zini alohida yana podgruppalari bor. Minerallar. Endi shularning ichida eng allergiyaga qaysi birlari ko'proq sabab bo'ladi? Shularning ichida eng ko'p allergiyaga sabab bo'ladigan mahsulot bu oqsil mahsuloti. Tarkibi oqsil bilan bog'liq bo'ladigan mahsulotlar eng ko'p mana dukkaklilar. Mosh, lo'ya, no'xat, shular, tuxum tarkibida shu ko'p bo'lgan oqsillar saqlaydi. Mana xalq ichida yana bir gap bor, mosh 40 yillik dardingni qo'zg'aydi deyishadi. Bu ham bir to'g'ri fikr bir tomondan. Nima uchun bunday deyilgan? Chunki tarkibi oqsildan iborat. Endi oqsil allergiya beradimi, bermaydimi? Bu masalada bitta tushuncha. Agar oqsil to'g'ri hazm bo'lsa, ya'ni tanamizga tushib kelayotgan oqsil bu aminokislotaga parchalanib bizni ichaklarimizga yetib borsa, u allergiya bermaydi. Endi buning uchun nima kerak bo'ladi? Buning uchun ferment kerak bo'ladi. O'sha fermentlar o'zimizning tanamizda bor, oqsilni parchalaydigan. Endi ikkinchi o'rinda yana nimaga sabab bo'ladigan, allergiyaga ko'proq sabab bo'ladigan narsa bu uglevodlar. Uglevodlar bu shirinliklarda, endi asosan o'shaning uchun shirinliklar masalasida ham buni ko'proq allergiya beradi deb qabul qilinadi. Endi qarang. Insonning tanasida birinchi og'izda uglevodlar hazm bo'ladi. Og'izdagi fermentlar bilan uglevodlar hazm bo'ladi. Ikkinchi oshqozonda oqsillar hazm bo'ladi. Oshqozonda oqsillar hazm bo'ladi, ya'ni aminokislotaga parchalanib ketishi kerak. Yog'lar qayerda hazm bo'ladi? Yog'lar 12 barmoqli ichakda hazm bo'ladi. Oshqozon osti bezi va o't suyuqligini birgalikda ta'sirini ostida bu yog'lar monosaxaridlar, monohidratlargacha parchalanib ketadi. O'shaning uchun ham yog'lar deyarli allergiya berganini ko'rmaysizda. Nimaga? Oshqozondan keyin bo'lyapti. Oshqozondan oldin bo'ladigan jarayonlar bu ko'proq allergiya beradi. Biz boshqara olamiz bu narsani. Endi undan keyingi allergiya beradigan mahsulotlar bular vitaminlar bo'lishi mumkin. Buni hech kim inkor qila olmaydi. Insonning tanasida biz har birimizning tanamizda ruschasiga aytganda individualniy neperеносимость degan narsa bor. Individual neperеносимость degani o'zbekchasiga shaxsiy ko'tara olmaslik. Bu har bir organizmda xohlagan bir mahsulotga, u yog'dir, uglevoddir yoki oqsildir, qaysidir bitta nimasiga, turlariga yoki vitaminlarning qaysi birini turlariga bo'lishi mumkin. Bu holatni hech kim inkor qila olmaydi. U narsani tuzatish masalasi juda ham qiyin masala o'zini olib qaraganda. Endi men shunday bir odamni bilaman, taniyman, endi kimligini aytishim shart emas. Masalan, bodom chaqaveradi. Bodom chaqsa badaniga narsa toshiydi. Bodom chaqolmaydi. Pista, semichka chaqishi mumkin. Yer yong'oq chaqishi mumkin. Ularda mana ko'ryapsiz, mana shu bodom tarkibida nimadir borki, o'sha chaqolmaydi shuni. Shunga o'xshash insonda nimasida
shaxsiy ko'tara olmaslik degan holatlar bo'lishi mumkin. Buni inson har bir odam o'zi aniqlab olib, o'shandan o'zi saqlanishi mumkin. Bu degani hamma chaqchuqdan yoki hamma allergiya berishi mumkin bo'lgan narsadan saqlanish degani emas. Buni har bir odam o'zi aniq nima qilsa bo'ladi, ko'rsa bo'ladi. Biz kelgan bemorlarimizga bu yerda chizib, yozib tushuntiradigan, shu to'g'ri ovqatlanishni tushuntiradigan sxemamiz bor. Bu sxemani o'zim tuzganman. O'sha sxema bo'yicha tushuntirib beramiz. Uni chizib yozib tushuntirmaguncha birov tushunmaydi. Tashqaridan oldi tushunish nimasi emas. Kuni kecha mana Olmaotani Qapshig'ay shahrida bir konferensiyaga borib keldim. Konferensiyada Rossiyadan ham juda ko'p taniqli, ko'p yillik doktorlar ham qatnashdi. Shularga men to'g'ri ovqatlanish to'g'risida gaplashganimda dastlab meni fikrimga kulishdi. Keyin chizib, yozib isbotlab berganimdan keyin menga qo'shilaman, to'g'ri gapirding, men senga qo'shilaman degan fikr bilan keyin men tomonga qarab o'tishdi. Hattoki shuning uchun men uni og'zaki gapirganimda hech kimga foydasi yo'q. Bu narsani og'ziga gapirish masalasi. Kim davolanishni xohlagan bo'lgan paytda kelsa, buni batafsil tushuntirib, batafsil joyga qo'yib beramiz. Ana shundan keyingina biz parhez masalasi, doimiy parhez degan masaladan uzoqlashamiz. Ya'ni kerak bo'lmay qoladi shu narsa. Hozir men allergiyaga parhez buyurmayman. Bu masalani deganim bilan, demak, ko'pchilik odamlar shu bugunning o'zidan, shu suhbat o'zidan, shu videoni o'zidan keyinoq parhez qilmay qo'yishi mumkin. Yo'q, o'rtoqlar. Siz shu paytgacha parhez saqlagan bo'lsangiz, parhez qiling. Yana juda ko'p odamlarda kelishganda so'rayman mendan, sizga mendan oldingi uchragan doktorlar, boshqalar parhez buyurishganmi? Ha, buyurishgan. Amal qilyapsizmi? O'sha qo'zg'algan paytda amal qilardik-ku, lekin hozir yo'q. Qo'zg'almagan paytda yo'q, unga amal qilmaymiz. Allergiya degani tashqaridan sizni tanangizga tushadigan begona narsalar hisobiga qo'zg'alish bo'ladigan bo'lsa, demak u bir umr amal qilish kerak parhezga. Biz uslubda, lekin bu aynan mana shu tushuntirib berganimizdan keyin bu parhez inkor qilinadi, ya'ni bekor qilinadi. Uning uchun albatta kelish kerak. Shuning uchun oziq-ovqat allergiyasi o'zi butun tanadagi boshqa allergiyani ham keltirib chiqaradi. Yana shu nafas qisishlargacha boradi. Ularning ildizi bitta. O'zi aslida olib qaraganda o'sha oziq-ovqatga bog'liq bo'lgan oshqozon ichak traktidagi achish, bijg'ish holatidan kelib chiqadigan, ya'ni buni hozirgi tilda allergik enteropatiya ham deyiladi. Shuni bartaraf qilish orqali biz bu nimaga erisha olamiz. Endi albatta davolanish masalasida doktor endi o'ziga chaqiryapti deb o'ylamang. Asli rasmiy meditsinada davosi yo'q deb tan olib turgan mana bu kasallikni davolash uchun har qanday masofa, har qanday ovoragarchilik, har qanday mablag' sarflasangiz arziydi, agar u naf beradigan joyda topsangiz. Shuning uchun mana videoni tagida manzil ko'rsatiladi, silkalar ko'rsatiladi, Telegram manzillarimiz, Telegram gruppamiz, Telegram manzillarimiz, Instagram manzillarimiz ko'rsatilgan bo'ladi. Albatta shunga murojaat qilib yana qo'shimcha ma'lumotlar olishingiz mumkin. Davolanishga kelganingizda albatta bu masala siz bilan to'liq gaplasha olamiz. Shuning uchun bitta mana sizga yo'nalish beryapmiz. Bu masalada Alloh dilimizga solib qilingan yangilik bor. Bu masala albatta yechimini topadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Kanalimizga podpiska bo'lishni ham unutmang. Kelasi videolarda uchrashguncha xayr.